Assalomu alaykum. Mana Janjerda mana mechitni oldida burilganda, chet qilga burilganda pura qo'yilib tur. 50 so'mdan 70 so'mgacha aluvda buni. Mana qayerdan kelasiz? Namangan To'raqo'rg'on aka. To'raqo'rg'ondan, Namangandan, O'zbekistondan kelgan mana tug'anda. 63 kilo. Mana halik birat boshida turadi. Mana des birat. Aka bizni paddishga ko'maklashib turibdi. Bo'ldi. Janjer mana adresni bilet berildi. Bu yoqdan kelganda mana mechit bor bu yerda. Jaltiroq mechit. Buga burilganda chet qizilga burilganda xudo xolasa mana shu kishi oladi. Priyomda sizlar? Bo'ldi mana ikkita fura turadi. Sağlap xudo xolasa olib kelaverasizlar. 50 dan 70 gacha oladi. Xudo xolasa sezon tugaguncha olamiz aka. Bo'ldi mana sezon tugaguncha olaveradilar mana. Kelaverasizlar. İnşallah yaxshi qilib oladlar. Kalibrovkani ko'rsatib qo'ying, qanday bo'lsin. Mana. Mazmuratim mana. Mana miyati esa yaxshilar. Yo'q, yaxshi. Buni sorti shunday. Buni sorti. Yo'q, endi svet shunday ekan, bu yumshoq emas. Zo'r aka. Rosa haligi Rossiyaga uradigan payt. Seneni olib qayerga Xudo xolasa mana Food City'ga ketdi. Moskva, Rossiya. Mana birinchisi Bristol. Seneni olib urib chiqaramiz aka. Qanday? Taga yaxshimi? Tartib qo'ying. Mana to'liq qolib tur, xudo xolasa bugun shomga javob olatgan. Fura. Chiqaramiz Bu aka. Ha, xudo xolasa. Mana olib kelib tashlatadi odamlar. Dehqonlar olib keladi. Xudo xolasa mana Turkiyada chiqqan. Zo'r tarafini aytaymi? Aha. O'xlamay yo'q aka. O'xtamay yo'q. Qanday bo'lsa endi kelyapti. Karzina. Karzinkaga. Tizimay yo'q. Biroq normalniy shunday olib kelsangizlar, ostini birday qilib, yaxshi qilib oladlar buni. Inshaalloh. Olib kelaverasizlar mana. Chavvayla kelaveringizlar mana. Yoshliqlar bir fura turadi shu yerda.